Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan jamoatchilik nazorati jamoatchi faoli Yo'lchiboy Ismoilov. Men bugungi bu jonli efirimda O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldashevga yo'llayman. Hurmatli Nig'matilla Yo'ldashev, men Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fuqarosi Ismoilov Yo'lchiboyman. Men jamoatchilik nazorati jamoatchi faol sifatida hududda prezident qarorlari, prezident farmonlari hamda hukumat qarorlarini ijrosini nizomlari asosida shakllanishligini, ijro etilishligini doimo men o'z munosabatimni bildirib kelaman. Hududda xuddi shunday qarorlarini ijrosi masalasida korrupsion holatlarda ochiqlaganimdan keyin Uchko'prik tumani prokurori O'ktamjon Yo'ldashev tomonidan qatag'on qilinganman. Menga asossiz ravishda o'sha hududda o'sha ichimlik suvi qudug'i atrofini noqonuniy ravishda mukammal devor bilan o'rab qandaydir bir g'ayri qonuniy maqsadlar bilan qilingan ishga men o'z munosabatimni bildirganimdan keyin o'sha fuqaro tomonidan menga tuhmat qildi deb 2 yil davomida 5 ta hududda rad qilib kelgan arizasini qayta tiklab Uchko'prik tumani tergovi va Dang'ara tumani tergovi, Dang'ara tumani prokurori bilan kelishgan holda meni tuhmatchi qilib Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi G bandi bilan aybdor qilib, ayblov xulosasini sudga olib chiqqan. Sudlar bilan kelishgan holda, hatto sudga ish yurituviga qabul qilinishlikka yaramaydigan ishlarda sudlar tomonidan shu prokurorni tasdiqlagan ayblov xulosasini O'zbekiston xalqi nomidan qonuniylashtirib bergan. Meni Farg'ona viloyat sudi, Uchko'prik tumani sudi tomonidan aybdor deb topilib 3 yil uy qamog'iga hamda ijtimoiy tarmoqqa chiqishligimga cheklovlar qo'yilgan. Toshkent viloyatida ushbu O'ktamjon Yo'lchiyev tomonidan asossiz ravishda menga tuhmat qilib tayyorlangan ishi asossiz deb topilib bekor qilingan ushbu Farg'ona viloyat sudlari qarorini. Endi men probatsiyada turgan vaqtimda ichki ishlar xodimlariga o'z vakolatidan foydalanib menga nisbatan probatsiya qonunlarida yo'q bo'lgan cheklovlarni qo'yib, hatto menga o'sha Toshkent viloyatida o'tayotgan sudlarimga borishligimga qarshilik qilib ruxsat berishlikka imkon qadar yo'l bermagan. Probatsiya xodimlari, ichki ishlar xodimlari tomonidan menga muntazam ravishda huquqlarim paymol qilingan holda bosim o'tkazilgan. Hamda shu hududda 26 sotik yerda qonuniy qarorini soxtalashtirib, o'zi aslida 6 sotik bo'lgan hokim qarorini 26 sotik qilib tadbirkorga sotganligimda ochiqlaganligimga ularga ozgina shu sud tomonidan o'zi tayyorlab bergan ayblov xulosasini ko'p zarar yetmaydigan qilib tayyorlagan ayblov xulosasini qonuniylashtirganligiga alamni olishlik uchun meni hatto uyimda kadastr hujjatini, o'sha hujjat soxtalashtirgan guruh tomonidan bekor qilishib, menga 228 bo'yicha gumonlanuvchi sifatida meni uyimda asossiz ravishda o'sha ichki ishonchlarini suiiste'mol qilgan holda meni uy daxlsizligimni ham buzib uyimda tintuv o'tkazishgan. Ushbu prokuror sudga meni uyimda tintuv o'tkazishlik uchun iltimosnoma kiritgan. Faqat iltimosnomasini sudlar qonuniylashtirib bergan. Hech qanaqangi u yerda tezkor xabar yo'qligi, u sud hujjatlarida hech qanaqangi tezkor xabar yo'qligi, faqat o'sha tergovchi bilan prokurorni
tezkor ma'lumotlar bor degan so'zini o'ziga meni uyimda prokurorning iltimosi bilan tintuv o'tkazishlikka qaror chiqargan. Hurmatli Nig'matilla Yo'ldashev, bugun mana Farg'ona viloyatida sizni ishchi guruhingiz yuribdi. Faqat yo'lda qirg'oqlarini tozalaganligini, qayerlardir bir investorlar kelgan bo'lsa, o'sha joylarda borib ko'rishlikni o'rniga mana bunaqangi xalqni ezg'ilayotgan sizni xodimlaringizni, mana bunaqangi O'ktamjon Yo'lchiyevga o'xshagan xodimlarni bir ishini ko'rishlik kerak. Nima sababdan bu hali ham bu xalqni tepasida bunaqangi qonun chiqarib, uni taqdiriga daxldor bo'ladigan joyda o'tiribdi. Nimaga bunga qaramayapsizlar? Hurmatli Nig'matilla Yo'ldashev, Uchko'prik tumani prokurorini o'sha 26 sotik yerda noqonuniy ravishda sotilganligiga bizni qo'limizda o'sha hujjat soxtalashtirgan kadastr xodimi tomonidan prokurorga pul berilganligini video yozuvi bor. Hop, yana tumanda 150 ming dollarlik o'tgan ichki davlat xavfsizligi tomonidan o'tkazilgan tadbirda ham o'sha tadbir davom ettirilib, O'ktamjon Yo'lchiyevni oldigacha boryapti. Nima sababdan bu narsaga e'tiborsizlik qilinyapti? Bu narsaga nimaga qaralmayapti? Nimaga bu shu so'zlarda shu chuqur o'rganilmayapti? Kim himoya qilyapti? Viloyat prokurori himoya qilyaptimi buni yoki sizni zamlaringizdan qaysidir biri himoya qilyaptimi? Bunaqangi xalqni ustida, xalqni taqdiri bilan o'ynashadigan O'ktamjon Yo'lchiyevga o'xshaganlarga bugun o'rin yo'q bu joyda. Nimaga bunga qaramaysizlar? Hurmatli Nig'matilla Yo'ldashev, prezident viloyatga kelgan vaqtida buni holatlarini prezidentga taqdim qiling. Biz ko'raylik buni. Prezident haqiqatdan ham xalqni bunaqangi qiynab turgan masalalar bilan bu joyda kelib albatta tanishar ekan degan fikrga kelaylik. Faqat o'sha qog'ozdagi katta o'sha qancha qo'shilib yozilgan ishchi o'rinlar bularni hammasini prezidentning oldiga to'ldirib tashlavermasdan, kelgan ishchi guruhni qo'liga taqdim qilavermasdan, mana bunaqangi xalqni qatag'on qiladigan prokurorlarni tozalanishligi bugun siyosat talabi, bugun prezident talabi. Hurmatli Nig'matilla Yo'ldashev, sizdan javob kutib qolamiz bu narsaga.